oylik nega yetmaydi? Kelar buni batafsil buni ko'rib chiqamiz. Ko'pincha shunaqa bo'ladi. Oylikni olamiz, shu bilan 3-4 kunga yetadi yoki maksimum bir hafta pul kim qanaqa tejashiga qarab bir xilada 20 kunga yetadi, lekin baribir oy oxirigacha yetmaydi. Yoki oy oxirigacha taqaladi, shu bilan hech qanaqa pul yig'ilishi yo'q. Oyligimiz oshib borsa ham eng yomoni shunda. Oyligimiz oshib boradi, lekin baribir yig'ilmayapti. Demak, bu yerda muammo pulli kamligida emas, tizim yo'qligida. Chunki mana oddiy misol, o'zingizda ham shu qarindoshlar bordir. Siz ulardan ko'proq oylik olasiz. Lekin ularning uyiga borsangiz, qanaqadir ham faizlik, barakali, hamma narsa bor. Lekin oyligi bilasiz sizdan kam. Qanaqa qilib? Chunki pulni rejalashtirish kerak. Va pulni rejalashtirish bo'yicha chempionlar yaponlarda hisoblanadi. Chunki men 2001-yildan beri yaponlar bilan ishlab kelayotgan bo'lsam, bitta yaponni ko'rmadim. Kishidan kishi, ya'ni insondan inson qarz so'ragan. Menga qarz berib tur, oylik oxirigacha degan. Demak, ular pulni to'g'ri boshqaradi. Nega aynan Yaponiya usuli? Chunki avvalambor u yerda narxlar baland, soliqlar baland va tabiiyki ular tizimlashtirish o'rganib qolgan pullarni. Byudjet degan narsa bor va shu byudjet degan narsa oilaga juda ham zo'r nima xotirjamlik olib keladi. Ayolingizga ham ayta olasiz, ayol bugun byudjetga to'g'ri kelyapti. Ya'ni byudjetni siz o'ylamang, butun oilaga bu meni byudjetim deb o'ylamang. Shunda siz albatta yutqizib qo'yasiz. $10,000 oylik olsangiz ham yetmaydi, $1,000 oylik olsangiz ham yetmaydi. Agar siz byudjet qo'ymasangiz. Demak, yaponlar qanday qiladi? Birinchi qadami oyni 5 ga bo'lishadi va birinchi qismini investitsiyaga olib qo'yishadi. Unga tegishmaydi. Bu investitsiya uchun, bu kelajak uchun. Hozir men yashayapman, vaqtim pul tizimida va menga pul tizimiga o'tishim kerak. Uning uchun mana shu oyligimni 20% kafolatli olib boradi. Uning uchun ajratib boraman. Bu muhim qadam. Boshida, oyi boshida bu juda ham muhim. Nega oy oxirida emas? Chunki oy oxirida ko'pincha pul qolmaydi. Ha, ajrataman, million to'sh ajrataman deymiz, oxirida qolmaydi. O'zingizlar ham bunga guvoh bo'lgansizlar. Shuning uchun oylik oldinglarmi, u sizni pulingiz emas deb o'ylaydilar. Bo'ldi. Uni ajratib qo'yinglar. Iloji bo'lsa, investitsiya qilib qo'yinglar. Siz broker hisob ochirgan bo'lsa, investitsiya qilib qo'yinglar. Eng yaxshi tomoni brokerni, ya'ni fond bozorini $1 aksiyalar ham bor. Ya'ni siz deylik $10, $20 ajrata olasizmi? Boshida olib qo'ying. Bu yerda muhim bir narsa bor. Intizom. Qancha ajratishingizda emas, ma'lum bir muddatda davomiy ravishda ajratishni o'rganishimiz kerak. Mana bu narsa bizning intizom odatimizni shakllantiradi. Mayli boshida 20% ajratish qiyin bo'lsin, 5 milliondan 1 million ajratish qiyin. Shuning uchun 200 ming ajrating. Qiyin emas, to'g'rimi? 200 ming bu juda ham kam summa 5 million oylik oladigan inson uchun. 200 ming ajratib, lekin shu odatni shakllantiring. Sekin-sekin har oy 200 mingni ajrataman deng. Sizga odat shakllanadi. Oy boshida qanaqadir ma'lum bir summani ajratish. Undan keyin nima qilishadi? Qolgan to'rga bo'lingan qolgan 4 qismini 4 haftaga bo'lib qo'yishadi. Chunki oyda odatda 4 hafta. Bir muhim qoida bor. Har hafta yangi summa chiqaradi. Birinchi haftada ajratgan deylik 5 million bo'lsa, 5 ga bo'lgan bo'lsa 1 milliondan chiqadi va birinchi haftasi o'sha 1 million oladi. Uni ishlatadi. Ikkinchi hafta yangi 1 million oladi, ishlatadi. Uchinchi hafta 1 million oladi, ishlatadi va to'rtinchi hafta 1 million olib ishlatadi. Xuddi shunday tizim. Endi orasida 2-3 haftada sizlarda pul ortib qolishi mumkin, chunki odatda 2-3 hafta eng kam ishlatilgan pul ishlatilgan hafta. Chunki oy boshida to'lovlar bor, oy oxirida ham kommunal to'lovlar bor, nimadir yopishlar, kreditlar bor. Shuning uchun bu напряженный xatta hisoblanadi. U 2 bilan 3 eng oddiy. Va 2 bilan 3 orasida foydalanib biz qanaqadir ham pullar kamroq ishlatishimiz mumkin. Haftaga 1 million uni olib qarasa, bu yaxshi summa. Bir hafta, ya'ni dushanbadan yakshanbagacha 1 million ajratish o'ziga. Va shunda siz byudjet deya olasiz. Sizdan nimadir so'rasa, seshanba kuni ayolingiz, siz o'ylaysiz, "Tak, hozir men buni ishlatib qo'ysam, men yakshanbagacha qila olmayman, chunki men yakshanbagacha pul ishlata olmayman. Pul keyingi hafta uchun bilib oling." Va shunda aytasiz, "To'xtab tur, bu byudjetimizga to'g'ri kelmayapti" deya olasiz. Shunda hayron qolasiz, qanchalik rostdan men bu boshida ajratgan 20% ajalib qoldi, u siz ham hayotingiz yaxshi ketyapti. Qilib ko'ring. Qilib ko'rishingiz kerak. Asosiy narsa tushunishingizni xohlayman, bu cheklov yoki qanaqadir bosim emas. Bu siz uchun muhim va kelajagingiz uchun muhim bir qadamlar. Men hech qachon hech qaysi videomda aytmaganman, kofe ichmanglar, choy ichmanglar, shu pulni undan ko'ra yig'ib boringlar va investitsiya qiling demayman.
Chunki investitsiyaga ajratilgan pul o'zi siqib qolishi kerak emas. Shunda ajratishingiz kerak va bu pul o'z-o'zidan ishlash kerak, siz unga muhtoj bo'lishingiz kerak emas. Uning uchun siz o'zingizni emotsion xarajatlaringizni kontrol qilishingizni bilishingiz kerak. Agar shuni kontrol qila olsangiz, o'z-o'zidan pul ajralib chiqadi. Boya aytgandek misol, qarindoshlaringiz sizdan kam oylik oladi, lekin yetadi. Siz ularni uyga kelsangiz, hamma narsa bor. Sariyog' ham bor, guruch ham, go'sht ham bor, non ham bor. Nimaga menda 2 barobar oyligim baland-u, menda xuddi shunaqa narsalar, lekin pul yig'ilmayapti. Va oy oxiri kelganda, ya'ni 4 hafta pul ishladik, 3-chi haftada kamroq ishladik, pul qanaqadir ma'lum bir miqdorda qoldi. Ularni ham emotsion xarajatlarga ishlatib yuboramiz. Qoldi. Yo'q. Oilaviy hordiq uchun ishlatamiz. Oilangiz bor, uylangansiz, uylanmagan bo'lsa, ota-onangiz bor. Uylangan bo'lsangiz, farzandlaringiz ham bor. Va xudo xolasa, ular bilan kelajakni yaxshi qurish uchun ham bir oyda bir marta qayergadir olib chiqing. Ko'chaga olib chiqing, aylantiring, restoranlarga olib boring. Shu yig'ilgan pulga faqat boshida emas, aytib o'ting, uni bilish kerakki, byudjet taqsimlangan. Oy oxirida agar ular ham harakat qilib, shu byudjet taqsimlangandan chiqmasa, ma'lum bir summa qoladi va shu pulga hammamiz birga ovqatlanamiz. Zo'rmi? Zo'r. Shuni sekin-sekin singdirib boring oila muhitiga. Farzandlaringiz ham shunaqa o'rgansa, kelajakda juda ham yaxshi pulni boshqaradigan inson bo'lib chiqadi. Va ba'zilar aytishi mumkin, nega shunchaki biz investitsiya qilib qo'ya qolmaymiz? Nega oylikni o'sha 5 ga bo'lib tizimni o'rganishimiz kerak? Shunchaki oylikni ma'lum bir qismini 20-15% ajratib investitsiya qilib qo'ying. Yo'q, intizom shakllantirishimiz kerak. Agarda to'g'ridan-to'g'ri investitsiya qilishni boshlasak, intizom shakllanmasdan nima bo'ladi? Bizni ko'pincha, ya'ni pulimizni qaytarib olamiz. Yoki qaysidir oy ko'proq investitsiya qilamiz, qaysidir oy kamroq investitsiya qilamiz, qaysidir oy umuman investitsiya qilmaymiz. Ya'ni nima bo'ladi? Balans bo'lmaydi. Agar biz o'zimiz oyligimizni kontrol qilishni o'rgansak, byudjet degan narsani shakllantirsak, shundagina ma'lum bir summa har doim chiqadi. Deylik $200, $100 ajralib chiqadi va aniq summa bo'ladi. Har doim buni investitsiya qilish osonroq bo'ladi. Shunda biz har doim aytaman, investitsiyaga biz o'zimiz cheklov qilib emas, bizga kerak emas bo'lgan pul qilishimiz kerak, solishimiz kerak. Va bizga kerak emas pul qachon bo'ladi? Qachonki biz byudjetlashtirsak. Agarda oylik rasxodlarimizni byudjetlashtirmasak, taqsimlamasak, bizga hamma pul kerak. $10,000 oylik olasizmi? $10,000 ham kerak sizga shu oy. Taqsimlasangiz, shundagina siz bilasiz, mana bu pul menga kerak emas. Shunda siz investitsiya qila olasiz va uzoq muddatda yaxshi daromadga chiqa olasiz. Shuning uchun iltimos, oylik tugadi, lekin oy hali tugamadi degan qatoriga qo'shilib olmanglar. Sizda nima bo'lishi kerak? Oylik tugamadi, lekin oy tugadi. Ko'pincha sizda shunaqa bo'lmagan. Shunaqa bo'lish uchun kelinglar, bugundan boshlab yapon tizimi bo'yicha harakat qilaylik. Endi qanaqa qilib hop men shu 20% ni investitsiya qilish mumkin? Nimalarga investitsiya qilish mumkin desangiz, pastda havola qoldiraman. Katta bepul dars bor. Aksiya nima, obligatsiya nima, qanaqa qilib investitsiya qilasiz, necha pul daromad qilsa bo'ladi, batafsil o'sha yerda ma'lumot olasiz. Undan tashqari izohlarda siz pul bilan qanday yana qo'shimcha muammolar borligi haqida ham yozib qoldiring. O'qib, balki sizlarga foydali video chiqaraman. Keyingi darsda ko'rishguncha.